Minecraft, lekin men qaragan blok qo'limda paydo bo'ladi. Qancha ko'p qarasam, shuncha ko'p blokka ega bo'laman va bu deyarli barcha bloklar bilan xuddi shunday ishlaydi. Bizning asosiy maqsadimiz esa ajdarxoni mag'lub etish. Bu qo'limizdan keladimi yo'qmi bilib olish uchun videoni albatta oxirigacha ko'ring. Agar shunga o'xshash videolardan ko'proq ko'rmoqchi bo'lsangiz, kanalga obuna bo'ling. His qilyapman, bugun bizni juda ham zo'r sayohat kutib turibdi, to'g'rimi? Bir nima deyish qiyin. Sen bilan bo'lgan sayohatlar odatda xavfli, qo'rqinchli va dahshatli bo'ladi. Bu yerda esa qara gulayapmiz-ku, mana gul cheksiz. Men ham super qobiliyatni tekshirib ko'rachi. Mana daraxt paydo bo'ldi. Cheksiz daraxt shunchaki qarashni o'zi kifoya. Faqat keraksiz narsalar ham ko'payib ketyapti. Nolimasan-chi, buncha noli urasan, pachoqmisan sen? Noli o'tganim yo'q. Ana bu yerda qishloq topdim. Hozirroq mana bularni tashlab qishloqqa otlanishimiz kerak. Adashib qolsang bo'ri yeb ketadi. Shuning uchun orqamdan yur. Fiksay, meni kechir, lekin inventar to'lib ketyapti. Mana men ko'rmoqchi bo'lgan narsa samon. Endi bizda ovqat bilan aniq muammo bo'lmaydi. Soniyalarda bir stak samon. Ochlikdan o'lmasligimiz aniq, faqat mana bu narsani olib bo'lmaskan. Yaramas ekan-da. Non yasaymiz. Toshim yo'q ekan, kirka yasamoqchi edim, lekin shu ham muammo axir. Sen jonga tegding, qaragan blok qo'lingda paydo bo'lishini hamma bildi. Hayot qanchalik qulay bo'lganini tushunmayapsan-da. Mana bu verstakni ham boshqa yasashga to'g'ri kelmaydi endi. Sen undan ko'ra eshit. Odam yugurmasa ham bu vaqt unga yetib bo'ladi. Yur, temirmi? Nimadir topish kerak. Bir dona topsak ham yetadi. Buni qara. Bilasanmi bu nima degani? Bizda juda ham ko'p zumrad bo'ladi degani. Kovla. Oxirgisi va 9 ta bo'ldi. Zumrad blok yasaydigan vaqt yetib keldi. Biz boymiz. Bunisi aniq zumradlar, juda ham ko'p zumradlar. Mana temir ham topildi. Endi shu taktikani qaytaramiz. Qiziq, agar mana bu blok ko'mirda yoqsa pechkada nima bo'ladi? Ko'mir? Nima olmos kutdingmi? Temir odamga aylanish vaqti yetib keldi. Mana bu. Temir. O'zi nimaga bu yerda temirdan bino quryapmiz? Nega endi yo'q, quryapmiz-da endi. Temirdan hamma narsa yasadik. Endi lava ko'li topish qoldi. Xo'sh, bu men o'ylagandan oson bo'ldi. Nazarga olg'a. Aytgancha men speedrunnerlarga o'xshab portal qurishni o'rgatdim. Hozir senga ko'rsataman. Faqat suv yo'q ekan, suv berib tur. Dunyoning 70%ni suv bosib yotibdi. Sen bo'lsa suv topa olmasang, pachoq. Yo'q. Nimalar qilding? Hammaylar shu ham yetib qolish kerak. Faqat bir marta tushuntiraman, tushungan tushunib oladi. Xo'sh, mana shunday blokni o'rnatib suvni qo'yamiz. Endi esa blokni sindiramiz. Ajoyib, hozircha hammasi yaxshi ketyapti. Atrofda sal tozalab olamiz. 2 ta blok bu yerga, buni ortiqcha olib tashlaymiz. Bu yerga esa 3 ta blokni bunday qo'yamiz va 4-sini mana bunday ajoyib, hozircha dahshatli ko'rinayotgan bo'lishi mumkin, lekin agar mana bu yerga suvni quyadigan bo'lsak, umid qilamanki adashmayapman, suv hech qayerga oqib ketmadi. Endi esa shunchaki portalni qurish qoldi. Ataga 30 soniya vaqtingizni olaman. Artigraf serverda ulkan yangilanish bo'ldi. Spawn butunlay yangilandi. Eng qizig'i esa yangi qishloqqa boss qo'shildi. U ma'lum bir vaqtlarda paydo bo'ladi. Bossga eng ko'p zarar bergan o'yinchilar esa donat valyuta bilan mukofotlanadi. Qishloqqa bossini o'z ko'zingiz bilan ko'rib mag'lub qilmoqchimisiz? Uni ayb ekraninglarda va video ostida. 2 daqiqa ketar ketmaz mana bizda portal bor. Men shu narsani ham tezroq qurardim. Yondirgalka yasab nazarga otlanish vaqti yetib keldi. Portalni o'zi men qurishim kerak edi. Omadsiz bo'lasan-da. Hech bo'lmasa qurilish blogi tugamasligi xursand qilyapti. Aytgancha portalni nima qilamiz? Bu yerga endi qaytib kelamizmi yoki voylanati qaragan blok qo'lda paydo bo'ladi-ku. Inventarda stack obsidian bor ekan. Aytmoqchi edim, ustamani o'rgatib eslataymi degandim, ustaman yo'yaman degan ekan, mayli bacha o'zini ko'rsatsin dedim. Aytgancha bu yerda oltin bor-ku. Menimcha Elon Muskga raqobatchilar paydo bo'ladi hozir. Quyqumlarni olib quymalarni olib, esa nimaga o'zi boshqa versakka o'tdim, hammayli bloklarga aylantiramiz. Tadam, endi bizda oltin ham cheksiz. Bemalol oltin oyoq kiyim yasab olsak ham bo'ladi. Qo'rqoq, mayli men ham yasayman. Xo'sh, oltin cheksiz. Bu degani endi marvardlar muammo emas. Bizga faqatgina qizil qala topish qoldi. Marvardlarni shunchaki savdolashib olamiz. Menimcha gaz uchun bundan omadsizroq joyda paydo bo'lishning iloji yo'q. Ko'p gap eshakka yo'q. Nimaga meni urasan? Pachoq. Fireballni men qaytarmoqchi edim. Axir bu yana qancha davom etishi mumkin? Qancha vaqt qidiramiz yana qizil qalani? Kel, birinchi yaxshisi marvardlarni hal qilamiz cho'chqalar bilan. Ularga cheksiz oltin uloqtir. Nega buncha kam uloqtirasan? Ko'p deyapman. Mana ko'p bo'lsa ko'p, 9 ta oltin blokni maydalab tashlayman oldilariga. Hech qaysi cho'chqa ishsiz o'tirmasin, hamma savdolashga olg'a. Yo, bloklar emas, yo'q, bloklar emas. 1 hour later.
Axir yana qancha kutish mumkin? Marvard bersanglarchi. O, mana 16 ta. Bo'ldi, tamom, bizda hamma narsa bor. Qizil qala qidiruvini davom ettirsak bo'ladi. Qayerdasan ey? Aytgancha men yana bir gala olovga qarshi damlama oldim. Har ehtimolga qarshi asqotsa kerak. Bo'ynim. To'xta, bo'ynim yo'q. Belim, bo'rida bo'lib ketdik. Montaj kuchi, allaqachon qalaga ham yetib keldik. Allaqachon deydi. Yo'lda sal qolsa kankilarimni uloqtirardim roliklarga qo'shib. Kanki, rolik? Nimalar deyapsan? Hech o'ylamagandim bu spamnerni topish shunchalik qiyin bo'lishini. Qachon qarama hech o'ylamagandim deysan. Nega deb o'ylardim. Menimcha tushundim shekilli. Shunchaki sen umuman o'ylamaysan. Buni qara olmos. Faqat bir blok yetmaydi-da, yo'qsa ko'paytirsak bo'lardi. Bo'ldi, jangga kirish vaqti yetib keldi. Nima meni oldimga kelyapsan? Yaxshi, bu yerda ikkita spamner bor ekan. Ikkita yonma-yon ajoyib-ku. Tayoqchalar sekin-astalik bilan yig'ilyapti. Aytgancha biz spamnerda ola olamizmi? Agar shunday bo'lsa, bu shunchaki super bo'lardi. Yo'q, ola olmaskanmiz, afsus. Bu yaramaz ajdarga ko'rsatib qo'yadigan vaqt yetib keldi. Tezroq portalni qur. Quryapman. Vohba qilmasaychi, mana ulkan portal quryapman. Kerak bo'lsa, mana bunday bo'ldi. Verstakli devor 2000 bizni to'xtata olmaysizlar. Kamonni o'zimiz yasay olamiz. O'q boya to'plandi savdolashganimizda. Bizga hatto zumradlar rasqotmadi. Menga afsus. Yaxshi ham suv osti koni chiqdi. Yo'qsa million yil chiqardik bu yerdan. Muhim o'lib qolmang. Ko'zlarni yasaymiz, yo'nalishni aniqlaymiz va yo'lga otlanamiz. Bormi? Yo'q, adashib lavaga tushib ketdi. Men da o'laman. Bizni loq deb o'ylaydi bular. Bugun ajdarni portlatib yuboramiz yotoqlar bilan. Portalni aktivlashtirdim. Yo'q, Umid qilamanki, ajdarni yo'q qilish qo'limizdan keladi. Hattoki o'tirib turib ham qura olaman. Bo'shliqni ustidaqa xayron qolsam. Sirli taktika uchmay Ender Marvarni. Qani men ham sirli uslubingdan foydalanib ko'raychi. Marvarni totamiz va blokni qo'yishga ulgurish kerak. Uddaladim. Shogird ustozdan o'tmasa hisobmas. Portlatishda davom etamiz. Muhimi o'lib qolmaslik. Yana bittasi tayyor. Faqat panjaralilar qoldi. Yam. Tilini chaynab yubordingmi? Seni tastingdan bitta katta xato aytishga ham qo'rqasan. Mana portlasaychi va nihoyat. Men bu ajdarni hozir kosmosga uchirib yuboraman. Ikkita jon obsidianni taxminan mana bunday qo'yardi. Yepachog'ali yo'yib berdi-ku. Xo'sh, yotoqlarni mana bu yerga nusxalashga qo'yib qo'yamiz ikkitasini. Bo'ldi, endi jangga otlanish vaqti yetib keldi. Enderman nima kerak mendan? Xo'sh, hitboxlar yoqilgan, hammasi tayyor. Shunchaki ajdarni portlatib yuborish qoldi. Qani, yana bir ikkita ozgina cho'ri qoldi. Bo'lishi mumkin emas. Nahotki mendan hech qanaqa speedrunner chiqmaydi. Qilich bilan bo'lsa hamma jalini kutib ol. Yana bir ajdar mag'lub bo'ldi. Ajdarni ham yutdik, lekin sen mana bunaqasiga tayyormisan? To'xta! Jonim ketmadi. Do'stlar, iltimos kanalga obuna bo'ling. Milliontagacha juda ham oz qoldi. Biz esa portalga sakraymiz faqat. Men portaldan o'tdim.